Bugun 2025-yil 21-may sanasiga Farg'ona ko'mir qozonlar markazidan Andijon viloyatiga ikkita Rossiya Novosibirda ishlab chiqarilgan Pro 22 hamda Pro 16 kotyollarimiz chiqib ketyapti. Kotyollarimiz narxlari o'zgardi. Ekranga chiqarib qo'yaman yangi narxlarini. Korobkadagi kotyolimiz xuddi shunaqa bo'ladi. Gazga, ko'mirga, o'tinga, elektrga ishlaydi. Gazsiz va toksiz hududlarga bemalol bo'ladi. Kotyolni sotib olasiz, avtomatikasi kerak bo'lsa 650 ming so'mga regulyator tegasini olasiz va dimoxod kerak bo'lsa ichi tashi 06 lik sendvich dimoxodlari bor. Shunday ulaysiz, o'tni yoqasiz. Tashqarida -20 gradus bo'lsa, sizning uyingiz +20 gradus bo'ladi. Bemalol bahorga chiqa olasiz. Kimga shunaqa kotyollar kerak bo'lsa, bizning manzil Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanida. Aloqaga chiqinglar, xudo xolasa 12 ta viloyatga dastavkasini chiroyli qilib beramiz. Videoga like bosib, qish uchun ko'mirli kotyol bilan tanishlaylik. Shu videoda jo'natib qo'yamiz. Sog' bo'linglar.